Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Mukammal ota-ona darslarini boshlaymiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz telefonga qaramlik, ya'ni bolani telefonga qaram bo'lib qolishi haqida gaplashamiz. Ya'ni o'zi buning sabablari nima va yechimlari qanday? Xo'p, darsning formatini eslatib o'taman. Biz darsimizda avvalo 3 ta sabab, ya'ni muammoning 3 sababini ko'taramiz va mana shu 3 ta sababga yechim beramiz. Ya'ni nima qilsak shu muammoni tag-tugi bilan biz olib tashlashimiz mumkin. Mana shu haqida gaplashamiz. Qani, ketdik. Xo'p, birinchi sabab bu telefon bola uchun qochish joyi. Ya'ni bu nima degani? Bola o'zini muammolaridan qochib, o'sha telefonning ichiga kirib ketadi. Bu birinchisi zerikish, ya'ni hammadagi ko'p kuzatiladigan muammo bu zerikish. Keyingisi e'tibor yetishmasligi yoki uyda uni tushunilmaslik, ya'ni zerikkanda yoki e'tibor yetishmaganda, ya'ni unga e'tibor berilmaganda yoki uni fikrlarini tushunilmaganda telefon uni yaxshi tushunadi. Chunki telefon shunaqa algoritm qurilganki, YouTube'da yoki Instagram'ga kirsangiz agar, siz qiziqadigan narsaga oid narsalar chiqarib beradi va bu esa siz muammolaringizdan qochib, o'zingizga yoqadigan hayotga kirib olishingizga yordam beradi. Mana shu nuqtai nazardan bu birinchi sabab bo'ladi. Ikkinchi sabab bu uyda muqobil muhitning yo'qligi, ya'ni masalan telefonni o'rnini bosadigan narsa yo'qligidan bolalar telefonga sekin-astalik bilan, tez bo'lmaydi bu narsa, sekin-astalik bilan qaram bo'la boshlaydi. Xo'p, masalan qiziqarli suhbat yoki qanaqadir birga harakatlar, birga o'yin o'ynash yoki birga vaqt o'tkazish. Ya'ni ota-ona ishim bor yoki qanaqadir yana o'zini muammolarini uylab yuraversa va bolasiga vaqt ajratmasa va u bilan o'ynamasa, telefonni o'rnini bosadigan narsa topilmay qolishi mumkin bolani hayotida va albatta bu holatda telefon uni o'rnini bosadi. Keyingisi ota-ona nazoratni emas, kechikkan taqiqni qo'llaydi. Masalan, bola bir kunda telefonga qaram bo'lib qolmaydi. U kunlar davomida, yillar davomida bu narsaga o'rganadi va ota-ona bir martada taqiq qo'yadi. Masalan, deylik telefonni endi umuman ishlatmaysan. Yo, endi ishlatadi telefonni. Ya'ni nima demoqchiman? Xuddiki siz masalan sigaret chekishni o'rgandi, masalan bir erkak kishi sigaret chekishni o'rgandi, 5 yil sigaret chekdi, ertasiga turib sen sigaret chekmaysan deganda, u hech qachon sigaret tashlamaydi. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, telefonga qaram bo'lish bir kunlik ish emas, undan ozod bo'lish ham bir kunlik ish emas. Demoqchi bo'lganimki, bunda ota-ona bir kunda qo'ygan taqiqi bu hech qanaqa yechim bermaydi. Demoqchi bo'lganimki, ana shu taqiq sabab bo'lib qolishi mumkin, bolani battar o'sha telefonga kirib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Endi 3 ta yechim haqida gaplashamiz. Ya'ni mana shu muammoning 3 sababini ko'rdik. Endi mana shu 3 yechim haqida gaplashib o'tamiz. Birinchisi, ya'ni birinchi yechim bu telefonni emas, muhitni o'zgartiring. Ya'ni bu nima degani? Bolani qo'lidan telefonni olish bu yechim emas. Ya'ni telefonni o'zgartiring deganda, masalan, muhitni o'zgartiring deganda uydagi muhit masalan bo'lishi mumkin, uyda telefon kirmaydigan joy bo'lishi yoki telefonsiz burchak bo'lishi. Masalan, shaxsan o'zimni uyimda yoki o'zimni markazlarimda bolalarni qanaqa qilib telefondan, uyinlardan olib chiqqanman, ma'lum bir burchaklar bor yoki ma'lum bir joylar bor, mana shu yerda telefon ishlatilmaydi. Mayli, u yerda ishlatsin, lekin bu yerda ishlatmaydi. Tushunyapsan? Lekin har kuni o'sha burchakda bir soat o'tirish majburiy. Ya'ni bu oldindan kelishilgan bo'ladi bola bilan, bu unga hali tushamiz. Bu ham bir yechim. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, muhitni o'zgartiring. Uyingizda qanaqadir bir burchaklar bo'lsinki, ma'lum bir burchaklarda o'yin bo'lsin, mana ma'lum bir uyda o'yin bo'lsin, ma'lum bir joyda dars bo'lsin, ma'lum bir joyda telefon o'ynasin. Umuman farqi yo'q. Ya'ni telefonni o'zini olish bilan yoki o'sha telefonning holatini o'zgartirish bilan hech nimaga erishib bo'lmaydi. Muhitni o'zgartirish bilan nimalargadir erishish mumkin. Muhitni o'zgartirish degani qanaqadir masalan o'sha telefonsiz burchaklar yoki dars qiladigan stollar yoki bo'lmasam o'yin burchaklari yoki o'ynaydigan hovlini bir cheti, shunga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin. Xo'p, bu holatda telefon ishlatish kamayadi, chunki boshqa variantlar ham paydo bo'ladi. Ya'ni bolaning hayoti bir xillikdan emas, turli xil narsalardan iborat bo'lish boshlaydi. Ya'ni bolaning hayotida faqat bir xil muhit shakllanmaydi demoqchiman. Keyingisi bu qoidalarni jazoga emas, kelishuvga o'zgartirish. Ya'ni masalan kelishuv sifatida ko'rish. Ko'pchilik ota-onalar qoida kiritganda jazo sifatida kiritadi. Masalan, sen ana endi mana shu ko'p o'ynaganing uchun endi umuman telefon o'ynamaysan. Yo'q, ko'p o'ynaganing uchun endi ko'proq o'ynaydi. Chunki siz ham xuddi nima deydi, biror bir narsani, biror bir serialni ko'proq ko'ring, qiziq joyiga kelganda siz serialni to'xtata olmaysiz hech qachon. Yoki biror bir ovqat yeyishga o'rganing yoki biror bir katta odam sifatida biror bir odatga o'rganing, siz uni bir kunda tashlay olmaysiz. Ya'ni bolaga qanaqadir jazo sifatida qoida kiritmasdan kelishuv sifatida kirish kerak. Bu qanaqa bo'ladi?
oldindan masalan shu kun deylik, masalan shaxsan o'zim shogirdlarimda ham yoki o'zimni bolalarimda ham, o'zi bolalarim, shogirdlarim ham bolalarim qatori, ya'ni 20 dan ortiq bolam bor desam ham bo'ladi. Ya'ni ular bilan qanaqa kelishaman? Masalan, deylik bir kunda 1 soat o'yin o'ynamoqchiman telefonda. O'ynasin. Mayli 1 soat o'ynasin, lekin keyingi 1 soatda men aytganim bo'ladi. Ya'ni men unga shunaqa vazifa beramanki, uni 20 yil keyingi hayotiga doir vazifa beraman. Ya'ni ota-onalar bolalarni zamonaviy dunyoda tarbiyalamoqchi bo'lsalar agar, ularga zamonaviy ilmlar va zamonaviy yechimlar kerak. Nega deganda, bir narsani ota-ona sifatida yaxshilab tushunib olish kerakki, siz 20 yil oldin tarbiya olgansiz ota-onangizdan va u paytda Instagram, TikTok yoki zaharli odatlar bo'lmagan, yomon odatlar bo'lmagan. Hozir bizning bolalarimiz shunaqa ko'p zaharli o'sha ilovalar, o'yinlar yoki elektron sigaretlar, tabletkalar ichida yashayapti-da. Bu muammolarga qarshi bolani o'zi kurasha olmaydi. Bunga ota-onaning ham yordami kerak. Ota-ona bunga kurashish uchun ular o'qishi kerak, boshqa yo'l yo'q. Hamma narsa najot o'sha, ya'ni yechim ilmda, ilm olishda. Demoqchi bo'lganimki, siz qoidani jazo sifatida kiritmangda, bola bilan kelishuv sifatida kiriting. Masalan, shu kun bo'lgan narsani tushuntiraman. Mana bitta bolalarimdan bittasi deylik, shogirdlarimdan bittasi deylik vazifani vaqtda qilmagan. Keyin men undan so'radim. Xo'p, qachon yetkazib olmoqchisan? Va aytdiki, ma'lum bir sanani aytdi. Ya'ni ancha ko'p aytib yubordi o'zining normasidan. Yo'q, ko'p aytish mumkin emas, lekin aytish mumkin deyapman. Ya'ni o'zing sanani tanlashing mumkin. U keyin 10 kun tanlaganda 5 kunga tushirdi o'zi. Men aytdim, va'dam. Ha, bo'ldi va'da. Hech qachon bolaga biror narsa qil demang, uni qachon qilasan deb so'rang. Tushunyapsizmi? Ya'ni kelishuv bo'lish kerak. Yoki mana telefon o'ynasha, xo'p, qancha o'ynaysan bir kunda? 2 soatda? Mayli o'yna. Ya'ni boshida 2 soat o'yin, yarim soat darsdan boshlang, keyin sekin-astalik bilan buning dozasini o'zgartirish boshlaysiz. Masalan, bu 2 soat 1 soat 55 minutga tushadi, bu yarim soat 35 minutga ko'tariladi. Ya'ni sekin-astalik bilan tarozining pallasi bu tarafga keladi. Bu uchun esa ota-onadan juda katta sabr talab qilinadi. Ya'ni ko'pchilik ota-onalarni kamchiligi bu besabrlikda deb bilaman, chunki ular o'ylashadiki, bolasidagi 5 yillar, 10 yillar davomida shakllangan muammo 5 oyda hal bo'ladi. Yo'q, kechirasiz. 5 yilda shakllangan muammo 5 yilda hal bo'ladi. 10 yilda shakllangan muammo 10 yilda taktugi bilan sug'urib olinadi. Demoqchi bo'lganimki, vaqtliroq ota-onalar ilm olishni boshlasalar va bolalarga strategik yondashishni boshlasalar agar, menimcha ko'p foydali ishlar, foydali natijalarga erishishlari mumkin. Xo'p, ana endi keyingisi. 3-chi yechim, ota-ona jonli alternativ bo'lsin. Ya'ni bu degani ota-ona telefonni o'rnini to'ldiruvchi jonli o'rinbosar bo'lsin degan ma'noda. Ya'ni, xo'p, savol, siz qiziqmi, telefon qiziqmi? Shaxsan men o'zimning o'quvchilarim va farzandlarim uchun telefon yoki men bo'lganda men qiziqroq bo'laman. Nega? Qarang. Telefon unga faqat ko'radigan narsa beradi. Ammo u bilan birga o'ynashim mumkin. Men u bilan birga kurash tushishim mumkin. Men u bilan birga telefon o'yinini o'ynashim mumkin. Men u bilan birga matematikani o'qishim mumkin. Men u bilan birga ko'chada sayr qilishim mumkin. Men u bilan birga sayohatga chiqishim mumkin. Men unga isbotlab beramanki, men telefondan qiziqroqman. Tushunyapsiz? Ya'ni demoqchi bo'lganimki, ota-ona telefonni o'rnini bosuvchi inson bo'lishi uchun u internetdan ancha aqlli bo'lishi kerak. Endi savol, qaysi ota-ona yoki necha foiz ota-ona telefondan ilm oladi? Ya'ni masalan, har oyda bitta kitob tugatadi telefondan o'qib. Ya'ni internetdan foydali maqsadda foydalanadi. Demoqchi bo'lganimki, telefondan aqlli bo'lish uchun avvalo ota-onaning o'zi telefonga qaram bo'lmasligi kerak deyiladi. Demoqchi bo'lganimki, o'zi savol, o'zi bolalar qarammi telefonda yoki ota-onalar? Endi olma tagiga olma tushadi deydigan bo'lsa agar, menimcha hamma muammo kattalardan boshlansa kerak, chunki shaxsan o'zim har doim mana shu odatga qarshi kurashaman. Chunki menda ham telefon bor, menda ham internet bor, cheksiz internet bor, uyimda ham Wi-Fi bor, ishxonamda ham Wi-Fi bor, telefonim ham yaxshi telefon. Ya'ni menda muammo yo'q. Men maza qilib telefonning ichida yurishim mumkin, internetning ichida yurishim mumkin. Demoqchi bo'lganimki, ko'pchilik holatlarda bolalar ota-onani gapidan emas, amalidan o'rganadi. Ya'ni bolangiz aytayotgan tanbehlaringizdan o'rganmaydi, nasihatlaringizdan, ma'riflaringizdan hech narsa o'rganmaydi. Bolangiz siz qilayotgan ishlardan o'rganadi. Siz nima ish qilayotgan bo'lsangiz, aynan mana shundan o'rganadi bolangiz. Demoqchi bo'lganimki, mana maslahatim, avvalo ota-ona o'zi ham bir o'zini sarhisob qilish kerak, bir oynaga qarab olish kerak. Ularda qanaqa ahvol telefonga qaramlik borasida. Ya'ni
ota-ona telefonni o'rnini bosuvchi narsa bo'lishi uchun albatta telefondan aqlliroq, internetdan aqlliroq, internetdan qiziqroq bo'lsa agargina bo'lishi mumkin. Lekin men 90% holatda ota-onalardan nima ko'raman? Bolani kurs pullarini to'lashadi, bor darsingni qil, bor kitobingni o'qi deyishadi. Lekin ko'p holatlarda, eng kam holatlarda ko'ramanki, "Ke bolam darsingni qilamiz, ke bolam sayrga chiqamiz, ke bolang uni qilamiz." Shu savolni aytganda ota-onalar deydi, "Vaqtim yo'q" deydi yoki qanaqadir meni muammolarim ko'p deydi. Opa, aka, sizni muammongiz bu bolangizni tarbiyasi birinchi o'rinda, keyin qolgan narsalar. Chunki erta qariganingizda azobda yashashingiz yoki rohatda yashashingiz hozirgi paytda bolangizga berayotgan ilmingizga bog'liq yoki tarbiyangizga bog'liq. Chunki bola sizni qimmat kurslarga qo'yganingiz yoki bola yaxshi sharoitlarda o'qishi, zo'r ustozlarning dars berishi bolani rivojlanadi degani emas. Tushunyapsiz? Ya'ni demoqchi bo'lganimki, bolaga birinchi navbatda e'tibor, mehr demayman, chunki har bir ota-ona bolasiga mehrli, lekin e'tibor masalasi sal chatoqroq. Ya'ni siz o'zingiz shundoq bloknotni oling, rost tamakasiga shuni tan olib yozingki, har bitta bolangizga necha daqiqadan vaqt ajratasiz va yil davomida bolangizni A nuqtadan B nuqtaga olib kela olganmiz. Ya'ni masalan, men ko'p holatlarda ko'raman, 9-sinfgacha o'qiyotgan, kurslarda o'qiyotgan, maktabda o'qiyotgan bolalarga birinchi sinfda savol beramiz, bilmaydi. Yoki bo'lmasa 9-sinf bolaga o'zing yaqinda ingliz tilida gapir desam, bilmaydi ko'pisi. Nega? Chunki ular kursga borib grammatika o'rganganman deydi yoki maktabda biz bu narsani o'qimaganmiz deydi yoki shunga o'xshagan muammolar. Demoqchi bo'lganimki, ko'p bolalarning o'qishida va tarbiyasida muammolar bor va bunga aybdor ota-ona hisoblanadi. Qaysi ota-ona buni tan olsa? Chunki shaxsan men darslarimni ko'rish og'ir deb bilaman, chunki bu yerda faqat haqiqat gapiriladi. Haqiqat achchiq bo'ladi. U hech qanaqa shirin emas. Chunki haqiqat doim inson haqiqatga qarab borganda kamchilikni ko'proq ko'radi, chunki haqiqatdan bizda doim kamroq bo'ladi. Ya'ni nimadir kamroq bo'ladi. Bizning maqsadimiz katta bo'ladi va u maqsadga yarasha bizning ilmimiz kam bo'ladi. Resursimiz, holatimiz, jismoniy holatimiz, moliyaviy, ma'naviy, ruhiy holatlarimiz yetishmasligi mumkin. Demoqchi bo'lganimki, ota-ona telefonni o'rnini bosish uchun ota-ona telefondan aqlli bo'lish kerak. Telefondan aqlli bo'lish uchun tasavvur qiling nimalar qilish kerak. Ya'ni siz ham 24 ga 7 o'tirib o'zingiz ishlashingiz kerak. Xo'p, bu darsimizda asosan o'sha telefonga qaramlikning 3 ta sababini keltirib o'tdim va ularga 3 ta amaliy yechim umumiylashtirib beraman. Ya'ni birinchi sabab bolani o'sha qochadigan joy, ya'ni muammolardan, zerikishdan, e'tiborsizlikdan, ota-onani tushunilmasligidan, ya'ni uni ota-onasi tushunmagandan telefon unga qochadigan joy bo'ladi. Ikkinchisi, uyda muqobil variant yo'q, ya'ni telefonning o'rnini bosuvchi narsa yo'q. Hech qanaqa uni qanaqadir bir kelishuvlar, qanaqadir bir tadbirlar yoki shunga o'xshagan narsalar yo'q ota-ona tomonidan deb bilaman. Uchinchisi esa ota-ona nazorati emas, kechikkan taqiqni qo'llaydilar. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, ko'p ota-onalar aytishadiki, o'sha bitada taqiqlab nimagadir erishmoqchi bo'ladi. Bo'lmaydi. Xuddi mana nima edi? Yomon odatlarga odatlangan odam sifatida siz bir kunda o'sha odatdan voz kecha olmaysiz. Shakar yemang desam, siz bir kunda shakarni tashlay olmaysiz yoki non iste'mol qilmang, semirib ketasiz desam, siz bir kunda non iste'molini to'xtata olmaysiz. U sekin-astalik bilan bo'ladi. Ya'ni taqiq bilan hech nimaga erishmaymiz. Bu narsani qila ko'rmang, chunki foydasi yo'q. Yechimlar nima? Telefon emas, muhitni o'zgartiring. Ya'ni uyingizda qanaqadir muhitlar bo'lsin, telefondan tashqari. Tushunyapsiz? Ya'ni qanaqadir burchaklar, qanaqadir loyihalar, qanaqadir konstruktiv o'yinlar, qanaqadir bola bilan o'ynashlar. Shaxsan o'zim shogirdlarim bilan o'ynayman, bolalarim bilan o'ynayman. Ya'ni ularni yoshiga tushib, masalan, ota-ona 35 yosh bo'ladi, bola 15 yosh. Ota-ona mana bu yerga tushishi kerak. Agar mana bu yerga tushmasangiz, bola sizni gapingizni olmaysiz. Ya'ni bolaga gapingiz ta'sir qilishi uchun bolaning darajasiga tushasiz, bo'lmasa hech qanaqasiga iloji yo'q. Tushunyapsiz? Ya'ni demoqchi bo'lganimki, biz qachonki bolalar darajasiga tushsak va ularning yaqin do'sti bo'lsak, ularning quloqchalariga gapimiz to'liq kirib boshlaydi. Biz mana bu yerda o'tirib gapiraversak, agar gapimiz nima deydi, havolarga uchadi. Nega? Chunki bu bola chiqa olmaydi bu yerga. Tushunyapsiz? Ota-ona tushishi mumkin agar bunga sabri, ilmi, irodasi yetsa agar. Aks holda hech qanaqasiga bolangizni bilan yaqinlasha olmaysiz va bolangizga gapingizni uqtira olmaysiz. Keyingi narsa bu qoidalar jazo emas, kelishuv asosida qurilishi kerak. Masalan, shaxsan o'zim bolalarim bilan hammasi bilan kelishuv asosida quraman hamma narsani. Masalan, o'sha o'yin o'ynashni ham kelishaman. O'sha zararli o'yin, deylik PUBG kelishamiz.
lekin men qachondir olib chiqaman o'sha PUBG'dan. Chunki mana bitta shogirdim bor, PUBG'dan olib chiqqanimizda qanaqa? O'ynashga qo'yib berganmiz va necha soat o'ynaysan? 2 soat o'ynayman, mayli o'yna. Va ertasi kuni 2 soat va 120 daqiqada soatga qarab o'tirganman. Bo'ldi, 2 soat o'tdi, endi mana aytganimni qilamiz. Bo'ldi, endi 1 soat dars qilamiz. Keyin 120 daqiqa emas, 110 daqiqa soatga qarab turganman erinmasdan. Tushunyapsan? Ya'ni sekin-astalik bilan oldin PUBG o'ynash buncha bo'lsa, kitob o'qish buncha bo'lsa, sekin-sekin buni balansni avvalo tenglashtirib olganmiz. Hamma xursand, meni ham ishim ketyapti, bolani ham ishi ketyapti. Va sekin-sekin bolani o'zi buni tushirish boshlagan. Nega? Chunki PUBG uni manqurt qilib chiritayotganini bildi. Kitob o'qish uni boy qilib, erta kelajakda dunyo kezishiga, ota-onasini haj umralarga yetishiga, o'zini orzulariga yetishiga sababchi bo'lishini tushuna boshladi. Chunki haqiqat egilar, bukilar sinmas, faqat u haqiqatni himoya qiladigan odamni o'zi sinib ketmasligi kerak. Ya'ni ota-ona doim haqiqat tarafdori bo'ladi, lekin uni himoya qilib bolani ongiga singdirish bu hammaga ham emas. Lekin bilamanki, ilm najot ilmda, ya'ni yechim ilmda. Siz mukammal ota-ona darsini ko'rayotgan ekansiz, demak nimalarnidir o'zgartirmoqchisiz. Maslahatim doimiy ko'rishga harakat qiling. Agarda siz yanada mukammalroq yechimlar olmoqchi bo'lsangiz, mukammalotona.uz saytimizga kiring. U yerda bolalar kategoriyalarga bo'lingan holatda bolangiz nechinchi sinf bo'lsa, o'sha sinfiga qarab muammolarni qo'yganmiz va o'sha sinfiga qarab muammolarga yechim berganmiz va u saytda ota-ona toki eng kichik bolasi 18 yoshga kirguncha o'sha saytdan ilm olishi kerak. Chunki ota-onalarga hozirgi muammolarga yechim beradigan qanaqadir kurslar bo'lsa ham juda ham qimmat, lekin men ko'rmaganman, to'g'risini aytaman. Ko'rganman, juda yumshoq kurslarni ko'rganman, lekin hozir bizning muammolar juda qattiq muammolar va bularga juda qattiq yechimlar kerak va bu qattiq yechimlar uchun hammamiz qattiq harakat qilishimiz kerak deb bilaman. Buni isbot tariqasida kunlar keladi. Mukammal ota-ona barcha loyihalarimiz asosiga aylanadi. Ya'ni bizning loyihalarimiz juda ham ko'p, ta'lim sohasida va boshqa yo'nalishlar bo'yicha, tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha, lekin asosiy maqsadim ota-onalarga farzandlarining zamonaviy dunyodagi zamonaviy muammolariga zamonaviy ilmlar orqali zamonaviy yechim berish. Agar shunaqa yechimlarni olmoqchi bo'lsangiz, mukammalotona.uz saytimizga o'ting va saytimizdan o'sha o'zingizni qiynayotgan muammolarga yechim topishga harakat qiling. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.